Escrow tizimi haqida qisqacha bir ma'lumot qilib berildi. 1-apreldan boshlab naqd pulsiz hisob-kitoblar boshlanadi. 12% nalog masalasi именно shu narsani men Baxtiyorga ko'tardik. Aka, realtorlar xalqqa nimaga kerak? Haqiqatda assalomu alaykum do'stlar, mana realtorlar gildiyasining rahbari Baxtiyor akam. Ularga escrow tizimi haqida qisqacha bir ma'lumot qilib berildi hozir. Endi escrow nima uchun kerak, nima beradi? Birinchidan bu qurilish bozorida escrow nima beradi? Bozorda quruvchilar orasida o'sha realni o'zini puliga quradigan qoladi. Investorlardan pul olib, olaman deganlardan kredit, ipoteka balobatar qilib, qarzga qurib, keyin bir amallab sotib, pulni chiqarib olaman degan quruvchilar o'sha yo'q bo'ladi. Faqat realni puli bor, zapasda puli bor. Quradi. Escrow nima deydi? Investorlar pulini himoya qilib ushlab turadi. O'sha bozor shuni escrow hisobiga ozgina stabillashadi. Duch kelgan quravermaydi. Qarz olib qurib ketavermaydi. Puli bor odamgina qura oladi, qurba yetadigan va bu albatta sifatga ham, narxga ham положительный o'ylayman ta'sir qiladi. 1-apreldan boshlab naqd pulsiz hisob-kitoblar boshlanadi. To'g'ri. Naqd pulsiz hisob-kitob bu majburiy. Oldi sotdida barcha mana oluvchilar, sotuvchilar buni o'ziga konkret belgilab qo'ysin. 1-apreldan boshlab hammasi bank orqali oldi sotdi bo'ladi. Ya'ni bank orqali qanaqa? Oluvchi, sotuvchi bir-biriga pulni naqd bermaydi yoki kartadan kartaga o'tkazadi va notariusda buni tasdig'ini ko'rsatish kerak yoki hisob raqamdan hisob raqamga o'tkazib buni notariusda tasdig'ini ko'rsatish kerak. Bo'lmasa notarius oformit qilmaydi 1-apreldan boshlab. Shuni albatta inobatga olinglar, o'sha tayyorgarliginglarni ko'rib va hisob-kitoblarni hammasini elektron ravishda o'tkazish kerak. Endi bitta savol qiynashi mumkin, ko'pchilikda 12% nalog masalasi, именно shu narsani men Baxtiyorga ko'tardik. Hozir majlisda tajrishga qilib turasizlar degan umiddaman, chunki 3 yilga to'lmagan uylari 12% nalog to'lab, to'liq summa $50,000 ko'rsatsangiz, bundan qarasangiz $6,000 уже налог bo'lyapti. Bu невыгодно. To'g'ri. Endi 12% qanaqa? 12% to'lanadi dohoddan. Ya'ni sotib oldingiz 100 mingga, sotdingiz 110 mingga, 10 ming raznisadan nalog to'laysiz. 12%. Endi shuning uchun odamlarga tavsiya beraman, har doim narxni real ko'rsatish kerak. Ertaga sotganda ham bozor qanchalik ko'tariladi, qanchalik hozirgi kunda shunaqa qilyapmiz-ku. Da. Endi hozirgi kunda shunaqa qilishga o'tish kerak, sekin-sekin baribir. Как бы 12% da biz ham hozir taklif kirityapmiz, как uyushma sifatida, realtorlik tashkilotlari uyushmasi sifatida 12% emas, sal buni qaytadan ko'rib chiqilib, kamaytirish masalasida, chunki har xil vaziyatlar bor, odamlarga qiyinchilik tug'diryapti. Boshqa masala bu, agar bu biznes sifatida qaralayotgan bo'lsa, misol uchun odamlar sotib olib, remont qilib sotib, bu biznes. Ularga ham alohida biznes imkoniyatlari yaratish kerak. Bu sohani rivojlantirish uchun ham flipper deyiladi chet elda, lekin bizda bu nom yo'q. Bizga farqi yo'q. Bizga farqi yo'q. Misol uchun viloyatda men unaqa odamlarni chempion der ekan deb eshitdim. Yana qayerdadir, yana boshqacha nom qo'yib olganda shunaqa bilan shug'ullanadigan, sotadiganlar. Endi bizda vykupshiklar deymiz uni. Va hokazoda chet elda flipper deydi. Lekin bu sohani ham tartibga solish kerak, chunki bu ham tadbirkorlik bo'lganda ham biznes, buni ham tartibga solib, qanaqadir lyotalar, preferensiyalar berib, bu soha ham o'rni bor. Rivojlantirish kerak, chunki odamlar ba'zida tayyor uy olishni xohlaydi. Hamma ham remont qilish oson emas. Men bilaman, qancha remont qilib odamlar sochlari oqarib ketadi. Remont xalqimiz aytadi-ku, remont tugamaydi, uni to'xtatadi faqat. Xuddi shunaqa. Shuning uchun ba'zi odamlarga tayyor remontli uy ham yaxshi. Shuning uchun bu yo'nalish, biznes yo'nalishi ham bo'lgani to'g'ri deb hisoblayman, yaxshi deb hisoblayman. Bu yo'nalishdagi akalarimiz, opalarimiz ham podдержка qilish kerak. Albatta ularga ham har xil lyotalar, imkoniyatlar yaratish kerak. Akkuratni, tartibli ishlash uchun. To'g'ri. Endi oxirgi savolim qoldi. Aka, realtorlar xalqqa nimaga kerak? Haqiqatni ochish kerak. Birinchidan, realtorlar xalqqa nimaga kerak? Birinchidan, realtorlik bu kasb, bu institut
kerak emas bo'lganda bu kasb shakllanmagan bo'lardi. Da. Endi insonlar umrida 1 yoki 2 marta uy oladi, sotadi. Da. Eng kuchli stresslar. Eng kuchli hayotdagi stress mana shu boshpana bilan bog'liq stress. Ikkinchisi bu ana uylanish, turmush qurish va ikkinchi Farzandli, stress. Da, ikkalasi ham teng. Da. Shu nuqtai nazar stress muhimda, kattaligi nuqtai nazardan. Endi bu sohada odam uy oldi, sotdi qilmoqchi bo'lsa, qancha uni asabi ketadi, stressga duchor bo'ladi, vaqt ketadi. Buni hammasini realtor как mutaxassis sifatida yengillashtirib beradi. Aksariyat bizada aholi yuridik baribir bilimga ega emas. To'g'ri Yuridik bilimini yo'nalishda. oshirish kerak. Endi yuridik bilimini oshirishdan tashqari endi umrida bir marta nima deydi, to'qnash keladigan narsaga uni spetsialni, misol uchun realtorlar maxsus o'quv kursida o'qiydi, davlat imtihonini topshiradi qonunchilik bilimi bo'yicha. O'zini ishini strafovka qiladi straxovoy kompaniyada, uyushmaga a'zo belgilangan, o'zini professional standartlari bor-da, bu sohani to'g'ri nima deydi, Tartibga solib, kuchaytirish kerak. tartibli qaror qabul qilish uchun realtorlar shu etaplardan o'tadi. Endi shunaqa mutaxassis bo'lib turganda bu odamlar hayotida o'zi bir marta qiladigan bo'lsa, hayotida bir marta bu narsaga to'qnash keladigan bo'lsa, o'zi alohida spetsialni buni ko'tarib, qonunlarni o'qish hojati yo'q-da. Mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ishingiz tezgina sifatli bitiraveradi. Sifatini bitirish uchun. Undan keyin realtor nimaga kerak? Realtor o'zini ishini sug'urtalagan. Qonunchiligimizda belgilangan. Realtorni aybi bilan nimadir tam realtor bergan ma'lumot uchun ham, taklif qilgan uy uchun ham javobgar qonunda. Va o'zining javobgarligini sug'urta ham qildirgan. Agar realtorni aybi bilan nimadir zarar ko'rsa mijoz, realtorni sug'urtasi qoplab beradi uni. Shuning uchun qo'rqmasdan ofitsial sug'urtasi bor, professional jamoat tashkilotiga a'zo, gildiyaga a'zo bo'lgan realtorlarga murojaat qilishni tavsiya beraman. Shunda siz ham xavfsiz, ham himoyalangan, nimadir yomon o'zini tutsa, realtor to'g'ridan to'g'ri uyushmaga murojaat qilsa, biz komissiya bilan ko'rib chiqib uni jazolashimiz ham mumkin. Mana ko'rdinglar, maklerlar jazolaydiganlar ham bor. Bu biz ham o'zimizning tashkilot. Endi bu soha tartibga solingan qonunchilik nuqtai nazaridan aholini o'zidan ham men bu narsaga ishtirok etishni so'rayman. Realtorga murojaat qilganda обязательно kechirasiz, sizni malaka sertifikatingiz bormi? Sug'urtangiz bormi? Professional jamoat tashkilotiga a'zomisiz degan savolni berganning o'zida ancha tartibga solinadi. Конечно. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shunaqa o'qiymiz, sertifikat, litsenziya olamiz, imtihon topshiramiz, imtihonlardan yiqilamiz, keyin yana topshiramiz. Yana pul ham to'laymiz shunga. Faqat sizga sifatli xizmat ko'rsatish uchun do'stlar.